Migrantlar uchun patent tizimi bekor qilish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin yaqinda migrantlar uchun amal qilib kelayotgan patent tizimini bekor qilish va uning o'rniga boshqa tartib joriy etish masalasini muhokama qilishni taklif qildi. Bu tashabbus hozircha faqat fikr sifatida bildirilgan. Bugungi kunda Rossiyada ishlash uchun ko'plab migrantlar, jumladan o'zbekistonliklar ham patent rasmiylashtirib, oyma-oy belgilangan miqdorda to'lov qilishlari kerak. Bu esa migrantlarning cho'ntagiga og'irlik qiladi. Tizimni bekor qilish tarafdorlari nazarida yangi ruxsatnoma tizimi joriy etilsa, migrantlar ish joyiga bog'lanib, rasmiy tartibda ishlaydi. Davlat byudjetiga tushum tartibli bo'ladi. Rossiyada 2 milliondan ortiq o'zbekistonlik mehnat migranti bor. Patent tizimining bekor qilinishi ular uchun ortiqcha xarajatlarning kamayishi, ishga rasmiylashtirish imkoniyatining osonlashishi, shu bilan birga migrantlarga qo'yiladigan yangi talablar tufayli kutilmagan qiyinchiliklar ham paydo bo'lishi mumkin. Xulosa shuki, hozircha bu masala yakuniy qaror emas, faqat muhokama bosqichida. Ammo qanday natija chiqmasin, bu o'zbek migrantlari hayotiga bevosita ta'sir qiladi.